Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Sizlarni Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi axborot bibliografiya xizmati faoliyati bilan tanishtirib o'taman. Axborot bibliografiya xizmati foydalanuvchining axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun turli uslublar, vositalar va ma'lumotlar bazalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Asosiy maqsad foydalanuvchining tez va aniq ma'lumot bilan ta'minlashdir. Asosiy yo'nalishlari: birinchi, axborot xizmati yangi kelgan adabiyotlar byulletenini tuzadi. Ikkinchi, bibliografiya xizmati tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatini tuzib beradi. Mavzuli bibliografik ko'rsatkichlar yaratadi. Bulardan tashqari, o'zining dasturiga maqolalarning analitik tavsifini tushiradi va maqolalarning to'liq matnini dasturga kiritadi. Foydalanuvchilar orasida axborot madaniyatini targ'ib qilish borasida og'zaki bibliografik sharhlar o'tkazadi. Axborot bibliografiya xizmati mavzuli kartotekalar yuritib boradi. O'zbekiston matbuot so'rovnomasini tuzishda ishtirok etadi.